Assalomu alaykum. Hurmatli ustozlar, bugun sizlar bilan birgalikda o'quvchini to'g'ridan-to'g'ri chetlatib berishni Irpid maktab.uz saytida ko'rib chiqamiz. Buning uchun o'quvchilar bo'limiga o'tamiz va o'quvchini chetlatish, ya'ni mana kollejga ketadigan o'quvchilarni to'g'ridan-to'g'ri chetlatib berish imkoniyatiga egamiz. Buning uchun yaratish bo'limiga kiramiz. Demak, o'quv yilini tanlaymiz. Masalan, 28-aprelda shu o'quvchi maktabni tark etgan bo'lishi kerak. Demak, o'quv yilini tanlaymiz. O'quv yilini tanlaganimizdan keyin, demak, kollejga ketgan o'quvchilarni chetlashtirishimiz uchun boshqa tizimli maktablar degan maktabni tanlaymiz va mazmuniga chetlatish deb yozamiz. Demak, qo'shish buyrug'ini tanlaymiz. Maktab sinfini tanlaymiz. Masalan, o'tgan yil 10 ketgan bo'lsa, masalan, demak, o'quvchini topa olamiz ixtiyoriy. Masalan, Ortiqov Davlatjonni oldik. Mana Ortiqov Davlatjon Bobosher o'g'li. Demak, arza raqamini kiritamiz 7. Demak, arza sanasini kiritamiz. Masalan, 28-aprelda tanlaymiz. Yana saqlash buyrug'ini tanlaymiz va undan keyin ham saqlab chiqamiz. E'tibor bersangiz, mana Ortiqov Davlat Bobosher o'g'li chiqdi. Demak, buni tasdiqlashimiz uchun ko'z belgisiga kiramizdagini tasdiqlash buyrug'ini bosamiz. Demak, shu raqamli ID raqamli o'quvchi qat'iy maktabdan chiqib ketdi degan buyruqni tasdiqladik. Agar shu o'quvchini yana qaytarib olmoqchi bo'lsak, demak, ko'z ichiga kiramizdagini bekor qilishni tasdiqlaymiz. Tasdiqlaganimizdan keyin o'chirish tugmasini bosamiz. Demak, o'quvchini chetlatish va chetlatilgan o'quvchini qaytarib olish mumkin ekan Irpid tizimida. Ustozlar, mehnatimizni inobatga olib, kanalimizga obuna bo'lib, like tugmasini bosib qo'yishni unutmangizlar.